Kitobxonlik kursida qatnashgan ekanman. O'zimda kitob o'qishga bo'lgan tartibni yo'lga qo'ya oldim. Ya'ni inson har bir narsani tartibga qo'yish uchun unda ustoz bo'lishi va vaqtini to'g'ri taqsimlay olishi kerak ekan. Kitobxonlik kursi orqali mana shularni yo'lga qo'ya oldim. Bir qancha manfaatli ilmlarga ega bo'ldim hamda ustozlarimiz bilan o'zimizni qiziqtirgan turli savollarga javoblarni topa oldik. Odinaxon Peshqadam maktabi siz uchun nima? Peshqadam maktabi men uchun sakinat maskani. Doim mana shu Peshqadam maktabiga qadam qo'yar ekanman, kiraverishda Shayximiz Muhammad Sodiqning so'zlari yozilgan. Va shu so'zni o'qir ekanman, Hazratimizning ovozlari qulog'im ostida qandaydir bir jarangdor bo'lib yangraydi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan yana bir bora Peshqadamlik sari loyihasida ko'rishib turibmiz. Keling, hozir navbatdagi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Olimova Odinaxon, Peshqadam maktabi bir qancha kurslarida ishtirok etdim. Xush kelibsiz Odinaxon. Rahmat. Aynan qaysi kurslarimizda ishtirok etdingiz Odinaxon? Batafsilroq aytib o'tsangiz. Kitobxonlik kursida, 3 oylik kursida ishtirok etdim va ayol va oila seminari hamda hozirgi vaqtda baxt sari yo'l seminarida ishtirok etmoqdaman. Xursandmiz bundan. Seminarlarimiz hamda kurslarimizdan olayotgan natijalaringiz, fikrlaringizni biz bilan bo'lisha olasizmi? Albatta. Kitobxonlik kursida qatnashgan ekanman. O'zimda kitob o'qishga bo'lgan tartibni yo'lga qo'ya oldim. Ya'ni inson har bir narsani tartibga qo'yish uchun unda ustoz bo'lishi va vaqtini to'g'ri taqsimlay olishi kerak ekan. Kitobxonlik kursi orqali mana shularni yo'lga qo'ya oldim. Bir qancha manfaatli ilmlarga ega bo'ldim hamda ustozlarimiz bilan o'zimizni qiziqtirgan turli savollarga javoblarni topa oldik. Kurslarimizda o'qish mobaynida qandaydir qiyinchiliklar, qarshiliklar bo'lmadimi Odinaxon sizda? Kursda o'qish mobaynida qiyinchiliklar bo'lmadi. Boshida universitetda ham o'qiyman. U bilan vaqti to'g'ri kelmaganligi bois biroz qiyinchilik bo'ldi. Lekin hammasini inson o'zi xohlasa yo'lga tushirib olish mumkinligini tushunib yetdim va hozirgi damda hech qanday qiyinchilik yo'q va o'sha oldingi o'qish davrimda ham biroz vaqt masalasi bo'yicha qiyinchilik bo'lganda har bir narsani tartib bilan yo'lga qo'ysa, kundalik tartibini inson tuza olsa, shunda hammasiga ketma-ket erishish mumkinligini tushunib yetdim va hech qanday qiyinchilikka duch kelmadim. Demak, kursdan olayotgan bilimlaringizni, vaqtingizni to'g'ri taqsimlashga sarflab, hammasini esga tushira oldingiz. Shunaqa. Xursandmiz bundan. Odinaxon Peshqadam maktabi siz uchun nima? Peshqadam maktabi men uchun sakinat maskani. Doim mana shu Peshqadam maktabiga qadam qo'yar ekanman, kiraverishda Shayximiz Muhammad Sodiqning so'zlari yozilgan. Va shu so'zni o'qir ekanman, Hazratimizning ovozlari qulog'im ostida qandaydir bir jarangdor bo'lib yangraydi. Shu so'z yozilar ekan, doim qaraganimizda Hazratimizni sifatlarini eslab, u zotni xotirlab qo'yaman. Shu uchun sakinat maskani deya nom berardim. Kurslarimizda bardavom ishtirok etib kelyapsiz. Yuqorida aytib o'tdingiz, baxt sari yo'l seminarida ishtirok etyapman deb. Ushbu kurs haqida ham ikki og'iz gapirib o'tsangiz. Qanaqa bilimlar olyapsiz? Siz uchun kerakli kurs ekanmi o'zi bu? Xo'p, baxt sari yo'l seminarida qatnashishdan oldin oila a'zolarim bilan buni suhbatlashdik. Ya'ni qatnashsam bo'ladimi deganimda oyim aytdilar, yoshingga munosib joy bo'lsa, u yerda sen o'zingga ishongan insonlar orqali bilimlarni oladigan bo'lsang, mayli qatnash dedilar va birinchi darsga keldim. U yerda birinchi dars nikoh haqida tushunchalar bizga berilib o'tildi. Hamda bu kurs men uchun kerakligini bildim. Ya'ni har bir qiz ulg'ayar ekan, u oila haqida tushunchalarga ega bo'lishi, oila o'zi asli nima ekanligi, unda har bir insonga qanday munosabatda bo'lish kerakligini bir qancha ustozlar, psixologlar hamda oila jarayonida insonda turli o'zgarishlar bo'ladi va bu borasida tibbiyot mutaxassislari tomonidan ham darslarni olar ekanman. Demak, bu kurs men uchun manfaatli ekanligini bildim. Hali kurslarimizning eng asosiy bilimlari oldinda, o'ylaymanki, kurs yakunida
siz bilan yana bir suhbatlashganimizda natijalaringizni ham biz bilan yaxshi tarzda bo'lisha olasiz. Odinaxon, bugungi tashrifingiz uchun tashakkur. Siz kabi bilimga chanqoq yoshlarimiz ko'payishini tilab qolamiz. Sizga ham rahmat. Manfaatli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Har bir bilim olish istagidagi insonni mana shu maskanga, Peshqadam maktabiga taklif qilib qolgan bo'lardim. Sababi bu yerdagi bilimlar boshqa markazlarda berilmaydi. Agar siz ham kurslarimizdan birortasida ishtirok etib, peshqadamlik sari yo'lga chiqqan bo'lsangiz, ushbu loyihamizda ishtirok etish imkoniyati sizda ham mavjud. Buning uchun hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.